Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Navbatdagi mashinamiz sotuvda. Jiguli yili 2007-yil tiniq holatdagi mashinamiz. Ichki salonlarni ham ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, chiroyli qilib navorot, monitorlarigacha, chexollarigacha qilingan mashinamiz. Sotuvga chiqqan ushbu mashinamiz yili aytganimdek 2007-yil. Chiroyli diska balonlar taqilgan, propellar ustanovka qilingan, yaxshi holatdagi mashina. Ushbu mashinamiz olasan, minasan degan mashinadan. Dokumentida muammo bormi deganlar uchun hech qanaqa dokumentda muammo yo'q. Egalari aytgan dokumentingizni qilib berishga tayyor mashina. Qiziqqanlar uchun telefon raqam qo'yamiz, bog'lanib bemalol telefonlasalaring bo'ladi.